meselesi ekan. Sizlar bilan vidolashdingiz. Ijodiy kirishimizga sababchi bo'lgan narsa har bir insonni boshiga tushgan dardi shunday darajaga keltirar ekan. Eng birinchi shu 2015-16 yillar atrofida sag'ir kasalligi bilan hastalanib qoldim. Ko'p yillar davomida aziyat chekib davolanish holatlari bo'ldi, lekin hech qanday bir natijalar olmadik. Lekin bilasiz, profilaktika darajasida baribir davolanishlar yil davomida bo'lib yurdi. Lekin 365 kun to'xtovsiz shu sag'ir dorilarini ichib yurib, so'ng jigardan muammolar chiqib, jigarda shishlar paydo bo'ldi. Yurakda muammolar bo'lib qoldi. Shu darajada yana davolanib yuraverdik. Gedeti bir 8-9-2024 yil noyabr oyina borgan vaqtida yurakda shu yurak qon tomirlarini zo'riqishi natijasida mana stent qo'yish darajasi ikkinchi hastalık, katta hastalık nima qildi. 10 yillik sag'ir yurak so'royishidan stent qo'yilish jarayoni. Kardiologiya markazine keldik. Doktor ko'rigidan o'tdik, apparatlarga tushdik. Bir oydan keyin kelib, shu yerda stent qo'yish darajasi tashxisi qo'yib turibdi. Shu har bir narsaga tayyor bo'lib turibdi. Men shu yerda bir savol berdim. Meni yanımda keladigan yaqinim yo'q. Men to'g'ridan to'g'ri o'zimni açıkçası muloqot qilsangiz yaxshi bo'ladi dedi. Bu dargohda men ko'plagan insonlarni operatsiya stent qo'yish darajalarida qatnashganmiz degan vaqtimda $1200, $1300 har birisine qancha ketishi mumkindir? Siz endi holatingiz bo'yicha kamida 2 stent bo'lmasa 3 tadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, $4000 operatsiya o'tkazish darajasine yetib turibdi degan vaqtimda mana shu sag'ir kasalligi inson organizmini boshqa organlaridan asta-sekinlik bilan chiqarib boradi ekan degan xulosa aytganman. 2024 yil 17 noyabr kuni mana shu mahsulotni o'zini tug'ishgan singlim iste'mol qilib tavsiya qildi. 2024 yil davomida oxirida boshlagan bo'lsam, Xudoga ming qatla shukr, mana shu mahsulotlardan natija olib katta veslardim. Sog'lom vazn tashlash. 130 kilo vesli inson edim. Hozir 90 kilo chiqaman. Sog'lom ozdim deb o'ylayman. Sababi yo'q, sen qo'ydirmadim. Maşallah. Mijik olib ichdim. Super Omega top porsiya mahsulotlarini shu ustozlarimizni tavsiyalari, ularni shu Super rezultat. 10 yilki. Suv balanslarini aytgan me'yorda ichganimdan keyin Xudoga ming qatla shukr, 25 yil sentyabr oyidan keyin bu mahsulotdan men yiroqlashdim. Undan tashqari men shu hasta davrimda sag'ir kasalligining eng oxirgi tabletkalarni ichadim. 50.000 degan darsi mana shunday pullarga keladim. Uni yutguncha o'zim shunday azoblanadim, lekin 3 mahal to'xtamasdan shunday harakatlar bo'lgan. Xudoga shukr, bu narsa hozir shu ichadigan dorilarimni, aptekdan olib ichgan dorilarimni ko'plarini nomi esimdan chiqib qoldi. Xudoga ming qatla shukr, bu mahsulotdan men yaxshi natija oldim, super natija oldim deb aytib qolaman. Mahsulot eksklyuziv, tabiiy mahsulotlarga men 100% ishonaman. Yaşlı sağ olun. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Ajoyib